Ha? Mana shu narsalarni biz Optimga Xitoydan olib kelamiz. Zapchast sifatida qilib olib kelamiz. Zoba. Mana shu brendda VIS 3 ta yetdi. Asosida mana Xitoydan birinchi qo'l olib kelasizlarmi Islom bilan? Birinchi qo'l olib kelamiz. Qaysi provinsiyadan? Shuzhou, Fenshendan. Buni keyin olib kelib, qaysi O'zbekistonning qaysi viloyatlariga tarqatasizlar? Bu yerda biz Xitoydan zapchast qilib olib kelamiz. O'zimizni O'zbekistonda olib kelib klientlarning talabiga qarab ish qilamiz. Klientlarning talabi zborka qilib jo'nating deysa, biz zborka qilib jo'natamiz. Konga jingi deyar JBNK. Mana 10 yildan beri mana shu ish bo'yicha faoliyat olib boraman, elektroskuter bo'yicha. Xitoyliklar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Mana 3 ta 7 brend asosida ishlaymiz. Hozir Islom biza Toshkent shahrining qayerda turibmiz? Biz hozir Toshkent viloyat, Toshkent shahar, Quyliq, bu taraf yangi Quyliq, bu taraf Abu Sahiy tarafga ketish yo'lidagi shu yerda mana Tata Outlet ofisimiz shu yerda. Zo'r. Islom nima uchun sen elektroskuter biznesini tanlading? Chunki hozirgi zamon talabi elektromoshinalar chiqib ketgan, 2 balolik skuterlar, 3 balolik skuterlar. Bular zamon talabi hozir ko'p odamlar oldin eshak minardi. Hozir mana shu yangi eshakda mana. To'pa. Bular narxlari keladigan bo'lsa qancha narxlar? Mana birinchi o'rinda turgan skuter, ona 2 balonligi. Приблизительно qancha narx? 2 balonlik $500. $500dan boshlanadi. Boshlanish narxi $500. Tak, mana bunisi-chi, ikkinchisi. Buni $1300. 1300 bu necha tongacha yuk ko'taradi? 1 ton 1,5 tonnagacha bemalol ko'taradi. Yaxshi zo'r. Bitta zaryad bilan necha kilometr yuradi? 60-70 kilometr yuradi. Zo'r. Bunga pravami, nomermi kerakmi? Hamma narsa kerak. Pravi ham kerak, nomer ham kerak. Agar mana bironta klient kelib sotib olsa, u hamma narsani o'zi qilish kerakmi yo firma qilib beradimi? Yo'q, men o'zim firma orqali unga shot spravka qilib beraman. U shot spravka orqali gaydan borib nomer olishga huquqi bor. Zo'r. Bu вообще-то Xitoyliklar bilan O'zbekistonda necha yildan beri faoliyat olib boryapsan? 10 yildan beri faoliyat olib boraman. 10 yildan. 10 yildan beri. Qaysi viloyatlarda ishlading? Hamma viloyatida ishlab ko'rganman. Tushunarli. Asosiy seni Xitoyliklar bilan ishlashda seni nima deydi? Mutaxassisligim yo nima faoliyating seniki masalan? Sen bu biznesga hamkor, masalan, birga ishlaysan, pul vlojet qilganmisan yo tarjimon nima ish qilasan? Xitoyliklar pul tikishadi. Men o'zimni tilim bo'yicha yaxshi ish olib boraman. Faqat tarjimonlik bo'yicha. Tarjimonlik. Bu Xitoyliklarning bu yerdagi ishlarini-chi? Bu yerdagi ishlarini ham klientlar bilan olib borish, birgalashib, Xitoylik bilan maslahatlashib, klientlar bilan birgalikda ish olib boramiz. Chunki Xitoyliklar o'zbekchani bilmaydi, shundaymi? Faqat Xitoyliklarda men bor. Tushunarli. Tak, bu biznesni qara. Mana skuter biznesini qilyapsan hozir, ha? Bundan oldin ham har xil bizneslar qilib ko'rganmi yo faqat 10 yildan beri skuter biznesimi? Yo'q. Ko'p qurilish sohalarida ham ishladim, tarjimonlik qilib. Sotuv, mashina ham sotdik Xitoyliklar bilan. Katta nima deydi? Texnika mana nima deydi? Pogrutchik, ekskavator hamma narsa sotib ko'rdik, lekin hozirgi imенно elektroskuter sotuvimiz yaxshi, Xudoga shukr. Shu elektroskuterga o'zimni qiziqishim ham zo'r. Klientim 12 ta viloyatda hammasida klientimiz bor. Hozir bir xil savol berish mumkin-da. Biznes uchun, mana shu biznesni boshlash uchun qancha vложение qilish kerak, qancha pul kerak? Sen ham shunga vложение qilganmisan yoki qanaqa? Pul kerakmi vaqtida biznesga? Yo'q, pul kerak emas. Bu yerda faqat shu bilim orqali men Xitoy tilini o'rgandim. Через Xitoy tili orqali Xitoyliklar meni izlab topishdi. Xitoyliklar yuk bizaga Xitoy Shuzhou Fenshendan yukni olib kelib berishadi. Biza bu yerda
16 ta viloyatlarga optimga sotamiz. Hozir mana shu savolni endi bermoqchi bo'lib turdim. Birinchi partiya skuter olganlaringda necha dona yoki necha vagon deydimi, qancha olgansizlar? Ikkita fura, Aha. bitta furaga 60 ta elitadi, 60 Bu degani 120 ta olgansizlar boshlanishiga. Shunday. Bu qachon bo'lgan endi? 1 yil oldimi, 2 yilmi? 2 yil oldin. Hozirgi paytda qanday? Zo'rmi rivojlanish? Hozir 16 ta viloyatda hammasida klientlarimiz bor, Xudoga shukr. Zo'r. Faqat O'zbekiston bo'ylabmi xizmatlaring? O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston mana endi harakat qilmoqchi biza, Rossiyaga olib kirmoqchi biza elektroskuter. Hamma modellardan olib kirmoqchi biza. 2 ballonligidan ham, 3 ballonligidan ham, 4 ballonligidan ham bor olib kirishga. Zo'r. Xudo xolasa Rossiyada man kutaman sizlarni. Siz suv ichib olsam bo'ladimi? Bemalol. Skuterlarni Islom Labay. sizlar topishda qanaqa qilib topasizlar? Shuni o'tirib mana hozir hamma aytadi, Xitoyga borish shart emas, shuni o'tirib onlayn topib qo'yaman men platformadan dedi. Sizlar buni onlayn topasizlarmi yo yerda tanishlaring bormi yo zavodmi, birinchi qo'lmi qanaqa? Yo'q. Biz Xitoyni Suzhou Fenshen degan provinsiyasi bor. O'sha provinsiyasida zavodimiz bor. Zavodda ishlab chiqarish, zavodda bir oy zavodda ishlab chiqarishimiz hammasi zavodda. Zavodda u yerdan bizga zapchas holatida yuborishadi bu yerga. Biz bu yerda klientlarimizni talabiga qaraymiz. Klientlarimiz so'rasa, zapchas holatida yuboring desa, zapchas holatida yuboramiz. Zborka holatida yuboring desa, skalatda biz zborka qilib turib, keyin ortib yuboramiz. Shuni kirib ko'rsak bo'ladimi skladga? Kirib ko'rsak bo'ladi. Mana skladga ham kirib oldik. Mana shu zborka jarayonidami Islom? Shunday. Zborka jarayoni. Tak. Bu ham holi qandaydir bir 30-40% bo'lgan holati bu, shundaymi? Yig'ilgan holati. 20-30% yig'ilgan holati. Tak, bular 2 ball, 3 ballon. Ramasi. Ramasi 3 ballonliklar bular. Shunday. Tak. Nechta ishchim bor? Hop shu hozir zborchiklar bilan birga bo'lib 10 ta. Aha. Yana ishchilaring o'zi ham Xitoy tilini biladimi yoki faqat sanmi bitta bilayotgan? Xitoyliklar bilan aslida переговор kim bilan bo'ladi? Sen bilan? Faqat o'zim bilan. Klientlar kelsa agar mana shu yerda kelish kerakmi shu yerda? Shu yerga kelishadi. Bu yerda bizni ham ofisimiz bor, ham shu yerda skaladimiz bor. Shu yerda zborka qilamiz. Aha. Klientlarimiz har biri kelib bu yerda hammasini ko'rib olib o'zlari mana motorlarini, reduktorlarini, Bika xullas klientlar kelib bemalol ko'zi bilan ko'rish mumkin jarayonni. ish jarayonini ko'rib, bizani mahsulotimizni kачествосiga e'tibor berishadi. Kачествосiga yaxshi kачествоda klientlarimiz keyin qanaqadir yana misol mana shu ballon 500 lik ballon, 500 lik ballon klientlar xohlashi mumkin menga semiz ballon. Semiz ballon deganda bu mana bunaqa katta ballon. Shiroki ballon bu tog'larda ham yuraveradi. Shuning uchun bu elektroskuterlar narxi kerak bo'lsa aytaylik 1100 bo'ladigan bo'lsa, menga ballonni bunaqasidan qo'yib, kattasidan, kichkinasidan qo'yib degan paytda narxi o'zgaraveradi. Narxi o'zgaradi. Bitta aniq summa yo'q. Приблизительно bor-u, приблизительно bor, atak bitta narxi yo'q. Tushunadi. Qancha garantiya berasiz mana skuter olib ketsa? Men hozir optim klientlarimizga ham, shtuchniy sotib oladigan klientlarimizga ham miya, motor, akkumulyator. Shu основной shu 3tasiga 1 oydan ziyod garantiya bermaymiz. Sababi zavoddan keladigan tovar o'zi brak chiqishi ham mumkin. Zavoddan 100 tadan bitta brak chiqadi. U odatiy holat. Lekin bu yerga kelganda 1 oyning ichida biz agar optim yuk bersak, ular klientlar oladi. Olganda brak chiqsa 1 oyning ichida biz o'sha narsani qaytarib berishimiz kerak. Bitta skuterni hozir ishchilar qanchada yig'ib bo'ladi mana 0 dan, ramasdan boshlab? Bir kunda 3 kishi 5-6 tagacha yig'ib oladi. 3 kishi. Значит, bir kishi 2 ta yig'ar ekanda? Приблизительно shunday. Hop, mana ichkarida rama ko'raman, kirib ko'rsak bo'ladi? Ha, mana bemalol. Bu ramalar mana shunday holatda keladi. Mana shu skuter ramasi. Bu 1 tonnalik
Aha. Elektroskuterlarni ramasi. Mana bular kattaroqmi deyman? Bu ham 1 tonnalik. Bu 1 tonnalik, ha. Bular kamroq 500. Bu 500 kiloliklarniki bu yer. Tushunarli. Tak, значит, mana shu yerda rama keladi. Rama keladi. Sekin mana bunaqa holatga olib kelinadi bular. Mana bunaqa bo'lib yig'iladi, to'g'ri. Zo'r. Tojikistondan ham ishchilar bormi? Bor. Asosan O'zbekistondanmi? Asosan O'zbekistonda. Xo'p, endi mana zavod tanlashda Xitoydan olib kelishdi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Chunki bitta zavod emas-ku, millionta bo'lsa kerak Xitoyda. Birinchi o'rinda doверие. Har bir xitoylik bilan borib переговор qilishda bundan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki xitoyliklar juda ko'p, zavodlar juda ko'p. Yukni kачествоsi ko'p xitoyliklar bor. Kачествоni bir xillari borki, narxiga yarasha emas, kачествоni pastroq qilib beradi. Lekin bir xillari bor, именно narxi ham chiroyli, kачествоsi ham chiroyli. Hozirgilar ko'plar internetda shart ko'rib zakaz qilyapti-ku o'zi. Shunaqa qilib olsa, odatda o'sha aytgan tovar kelishi mumkinmi yo aldash ham mumkinmi? Agar mana shu skuter aytaylik, men bitta o'zi mashdan turib hozir zakaz qilsam, shu Xitoydan topib turib, bitta olmoqchiman. Menga qimmatga tushadimi yo shu narxda ham topishim mumkinmi? Yo'q, shu narxda ham topishingiz mumkin. Bu yerda faqat Xitoydan keladigan boshqa viloyatlarga berishga optimga arzonroq bo'lishi mumkin. Lekin bozor narxi hamma joy pastda bir xil. 1000 dollardan to 500 dollargacha narxlar bor. Bozor narxi. Hozir Tojikistondan klientlaring bormi? Bor. Oyiga aytaylik, agar sekret bo'lmasa, agar sekret bo'ladigan bo'lsa shart emas. Mana Tojikistonga в общем oyiga nechta skuter jo'natasizlar? Tojikistonga bir oyga 3 ta fura, bu degani 180 ta. 180 ta, zo'r. Qozog'istongacha? Qozog'istonga 2 ta fura. Zo'r. Bu hozir 2 yillik natija. 2 yillik natija. Atak O'zbekistonning ichiga butun 12 ta 12 ta viloyatda hammasida klientimiz bor. Zo'r. Hozir sizlardan tashqari ham yana shunaqa skuter olib kelayotganlar bormi? Juda ko'p. Juda ko'p. Bu paytda endi nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda narx, ikkinchi o'rinda kачество, uchinchi o'rinda klient bilan chiroyli muomala. Hozir aytaylik, mana shu videoni ko'rgandan keyin mani kanal nomidan bironta chiqsa aloqaga, aytsa-ki, men yangi ish boshladim. Mana aytaylik 200 ta 2 furami, 3 furami olmoqchiman desa, pod realizatsiya degan narsa bor, olib sotib keyin pulni berish. Shunaqangi ham berasizlarmi yoki to'g'ri naqdmi? Yo'q, biz faqat naqdga ishlaymiz. Kачествоmiz yaxshi kачествоda, naqdga ishlasak ham, lekin optimga juda arzon qilib beramiz. Kelishib berasizlar? Kelishib beramiz. Zo'r, молодец. Так что kimga qiziq bo'lsa, Tojikistondan, Qozog'istondan ko'rayotgan bo'lsanglar, mana kanal nomidan Sher 86 dan chiqsanglar, значит, optimga yon atrofdagilarga nisbatan arzonroq qilib kelishib berishar ekan. Shunday. Zo'r, gap yo'q. O'zbekiston bo'ylab bir oyda necha dona skuter sotiladi? Juda ko'p. Juda ko'p. Qancha endi tomoshabinlarga qiziqda, masalan, 5000 tami, 10000 tami sotiladi? Ko'p. Masalan, 10000 bilan 15000 ni aralashsak bo'ladimi? Shunday deb. Zo'r. Bu O'zbekistonning o'ziga, shundaymi? O'zbekistonning o'ziga. Bu mana shu elektroskuter biznesi, mana hozir O'zbekistonda ham o'zi ko'p deyapsan-a? Yana ham rivojlanishi mumkinmi yo o'zi to'xtadi, juda ko'payib ketdimi? Yo yana ham ketishi mumkinmi? Juda ko'payishi mumkin bu yog'iga. Hozir O'zbekistonning o'zi, nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyodachi. Butun O'rta Osiyoda, Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda bu joylarda bundan buyog'iga faqat elektroskuter 2 balolik, 3 balolik faqat o'sadi. Tushunarli. 10000 dollar bilan shu biznes boshlasa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Hozir mana Tojikistonga yoki qo'shni davlatlarga jo'natib berishdi. Mana bunaqa yangi ramas turibdi-ku, mana nima deydi, sborka qilish kerak. Bu lozim shu holatda jo'natib berasizlarmi yoki yig'ibmi? Zapchas holatida yuboramiz. Aha, chunki arzon tushadimi transport? Zapchas holatida optim 60 dona bo'ladi. Agar furaga ortsak, bitta furada 60 dona zapchas holatida. Agar konteynerga otsak,
konteyner poyezd yo'l bilan keladi. Железный дорога konteynerga o'tadigan bo'lsa, bitta konteyneringizga 47 dona zapchast sifatida 47 dona shtuk sig'adi. Hozir mana Tojikiston yoki qo'shni davlatlardan klient kelsa, ofislaringga keldi, ko'rdi ishlaringni, yoqdi. Sizlarga zakaz qilsa, sizlar shu mana shu skladdan jo'natib berasizlarmi yoki prямо Xitoydan jo'natib berasizlarmi? Biza prямо Xitoy bilan, Xitoyda zavodimiz bor. Bu yerdan biza birinchi o'rinda unga qancha kerakli объемini, ikkinchisi qanaqa model, qanaqa качестводagi model kerak. 1.8likmi, 1.80likmi, 1.60likmi yoki 2 ballonlikdanmi? Keyin eng asosiysi biz переговорdan keyin zakolot puli olamiz. Zakolot Oldindan kamga beriladi. Oldindan zakolot beriladi. Biz bu yerda Xitoyga zakaz beramiz zavodga. Zo'r, молодец. Islom mana agar yoshlar biznesga qiziqqanlar bo'lsa, bir ikkita maslahat bering shu borada desa, qanaqa maslahat bergan bo'ladi? Mana 10 yillik tajribangni, kitayslar bilan ishlading, ko'p viloyatlarga bording. Вообще-то Xitoy tilini shular bilan yurib o'rganib oldingmi yo qanaqa bo'ladi? Praktika. Ata Xitoyga bormagansan-a? Bordim. Xitoyda Xitoy poytaxtida Pekinda o'qiganman. Pekin universitetida o'qib tugatganman. Zo'r, молодец. Hozirgi paytda Xitoy tilini o'rni qanaqa? Zo'rmi O'zbekistonda? Juda ham ajoyib. Xitoyliklar juda ko'p hozir O'zbekistonda. Xitoy tilini bilganlar kelsa ish topadimi? Xitoylik hozir tarjimonlarga ish ko'p, juda ko'p. Bunaqa bizneslar qilish uchun nima kerak? Odatda nimaga e'tibor berish kerak? Bitta Xitoy tilini bilgani o'zi yetadimi? Yo'q. Siz qanaqa soha qilishingizdan farqi yo'q. O'sha sohani ilmini birinchi o'rinda yaxshi bilishingiz shart. Zo'r. Bundan tashqari yana bo'yni aytding, elektromobilni ham sotdinglar. Nimaga to'xtatdinglar uni? Elektromobil bilan hozirgi paytda elektromobil bilan elektroskuterning foydasi pasti bir xil. Deylik bitta elektromobilingiz misol deylik BYD. BYDda $200 foyda qoladigan bo'lsa, bundan ham shuncha qolishi mumkin. Tushunarli. Bundan tashqari yana boshqa направлениyalarda ham bizneslaring bormi yoki faqat shu elektroskuterdan? Bor. Bor-a? Gap yo'q, ishlarga omad. Rahmat. Zo'r, молодец. Rahmat. Xudo xolasa aloqa chiqishadi. Pastga nomerlarni yozib qo'yamiz. Xudo xolasa Ufada ko'rishamiz siz bilan. Tamam. Gap yo'q, ishlarga omad. Rahmat.